Assalomu alaykum. Mana Gazablo'yimizdan qurilgan mana kottejimizni Xudo xolasa sizlarga bitta obzorini qilib beramiz. Mana bitgan holatlari, Xudo xolasa televizorlarimiz o'rnashgan holatlari va konditsionerimiz o'rnatgan holatlari. Va masalan, mana aboylarimiz bitgan, kuxonniy, ichkarilarimiz ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa mana behijolat, hamma yo'q. Sizlar qurilish qilmoqchi bo'lsalaring, shunaqa Gazablo'ydan tavsiya qilaman sizlarga. Devorlarimiz mana holatlari, aboylarimiz, polni hamma kosmetika ishlarimiz bo'lgan jarayonlarimiz. Bitta hozirgi kunda mana muzey. Hali konditsioner ishlatishga ham hojati yo'q mana shu xonadonimizda. Akamizni ham bir qator bitta suhbatini olib o'tib ketamiz. Akamiz aytayaptilarki, qishda bitta konditsioner bilan chiqarib yubordim deyapti. Bitta, ikkita, uchta, zali bilan 4 ta joyda bitta konditsioner bilan qishda chiqarib yubordim deyapti. Shunaqa issiq bo'ldi deyapti. Hozirgi kunda deyapti, mana ichkarini deyapti, konditsioner uzib qo'yganman deyapti. Umuman ishlatgani hojati yo'q deyapti. Qishda issiq bo'ladi, yozda muzdek bo'ladi. Gazablo'ylar xususiyati shunaqa. Gazablo'ylarimizni oladigan bo'lsalaring, Xudo xolasa behijolat Zarka nomeradagi Gazablo'ylar Baxtiyorjon va Anvarjon Gazablo'ylarini olsalaring, xato qilmaysizlar. Dastavkasi bilan ichida kafelik bonus tariqasida sizlarga yetkazib yuborib beramiz. Mana obzorimizni bir qator ko'rsatib ketyapmiz. Tashqarilarda ham bir qator ko'rsatamiz. Ichkarilar bitgan holat, tashqari hali bitmagan holat. Bitta syomkani ko'rib qo'yasizlar.